Hoji ota o'zi nima shikoyatingiz bo'lgan operatsiyadan oldin? Operatsiyadan oldin meni peshog'im kiymadi. Kiymadi, shega kiyamdan keyin shu peshog'im keldi. Napori past bo'lgan? Napori ham yo'q edi. Pashti tomib tushardi. Hozir yaxshi. Hozir men yaxshi. O'zi qachon operatsiya bo'ldingiz? Mana bugun 5 kun bo'ldi. 5-kun. 5-kun bo'ldi. Ha, bosimlari Hammasi yaxshi joyda. Rahmat. Shularning xizmatiga million rahmat. Kim xohlasa shega kiysin. qarang, operatsiya qo'rqinchli emasmikan? Operatsiya umuman bilganim yo'q. Ha, og'riqlar yo'q. O'g'ri, po'g'ri umuman o'qilib tashaganlar, chiqib berganlardan keyin bilganim yo'q ijtimoiy. Operatsiyaga kirib ham bilganim yo'q. Quvonda akaga ming marta ota-onasiga rahmat. Mana bo'ladigan 4 ta farzandlari yana shularni xizmatini qilib, shunday otasida mana shunday manzillarni solib berib, yana mana shunday xalqqa xizmat qiladigan insonlardan bo'lsin, otasini hamma vaqt mafsabasini ulug', zabolarini uzun, o'zlarini yo'riq qilib yursin. Million Quvonda akaga rahmat. Men Tojikistondan keldim. Mana shu Quvonda akaning adreslarini olib, 3 ta hamqishlog'im so'roqlab kelgan ekan, Shayxda shifo topib ketgan ekan. Men ham shu odamni qidirib Shayxga keldim. Mana shu peshob yo'lidan men shu odamdan shifo topdim.